بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Men oldin ikki darsimda oilam jannatim degan bir yurish darsining oldin ikki darsda bir yigit o'zining kelgusi hamrohini qandoq tanlash kerak degan darsimda bu tanlamoqchi bo'lgan qizda 10 sifatning tepilishi muhim dedik. Ana ba'zi yigitlarimiz deyish mumkin. Bundaq 10 sifat tepilgan, 10 shart tepilgan qiz bizga nima ekan deyish mumkin. Qarindishim, oldi bilan siz Alloh subhanahu va taoladan yordam talab qilib, ondan qattiq tirishib izdisingiz, chuqur bu qizlar chiqadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Laysa lil insani illa ma sa'a" dedi. Inson tirishgan narsani erishidi, tirishgan narsani topalaydi, tirishgan narsaga qo'lga keltira oladi dedi. Yani kelib biz bu 10 sifat to'liq tepilmay qolsimi, shu 10 sifatning biri ikkisi yerimiyati bo'lib qolsimi, yoki dedik har bir sifatga 10 numar bersak, 100 numar 90 bo'lib qolsmayli, 80 bo'lib qolsmayli, 75 bo'lib qolsmayli, 70 bo'lib qolsmayli, 65, 60 bo'lib qolsa bo'ldi, uning tuvanga tushib ketmay so'randi qanday. Masalan, oldidagi musulmon bo'lish sifati bundan qat'iy voz kechgan bo'lmaydi. Başqa sifatlarda masalan pokizlik deymiz, itoatchan deymiz, az to'la bunda bo'lib qolsin, bo'ladi qarindoshlar. Lekin qattiq tirishib, o'zidan 10 shartni hozirlagan qizga erishish kerak. Mush yo'lda qanchalik tirishchanlik ko'rsatsak, mush qilgan ishimiz Alloh rizoligi uchun bo'ldi. Bizga ajr, savob yozildi qarindoshlar. Ikkinchidan, bu islom ummatiga, Uyg'ur musulmonlarga qattiq bir cho'ng xizmatni taqdim qilgan bo'lamiz. Xo'sh, hamda o'g'illarningki o'ziga qiz tanlashi shunda muhim bo'lsa, qizlarning o'ziga yigitni loyiqida o'lchamlik tanlashi texmi muhim, texim xatarlik. Chunki o'g'illarningki bir qatim to'y qilib qolgan o'g'illarning bir qatim to'y qilib qolgan qizlardan to'y qilish fursati ko'p qarindoshlar. Qiz bir qatim to'y qilib bo'lgandan keyin yana bir qatim to'y qilish fursati o'g'illarda bo'lmaydi. Qiz degan go'har, qiz degan angushtar, qiz degan üzülmegen gül. Shuning uchun qizlarimiz o'g'il tanlashda qattiq diqqat qilish kerak. Men singlimga deyman. Palonning ayoli, pustonning ayoli deb ismi bilan qo'shilib chaqirilgan yigitni qanday tanlaysiz? Kelgusida yurak parangiz, avlodlaringizning dadis bulduğan bu yigit kim? Pijg'irim issiqda sizga soyib bo'ladigan, qahardan zimiston sovuqda illiqlik bilan sizni qo'yniga oladigan, sizga mehribonlik, kuyimchanlikni yetkazadigan yigit o'zida qanday shartlarni hozirlash kerak? Allah yolunda qo'lni qo'lga tutib, sizni jannatga boshlaydigan, sizni Allohning toatiga boshlaydigan, hamdamda bo'ladigan bu yigit qandoq bo'lish kerak? Buni qizlarimiz bilish kerak. Endi ota-onalar, akilami o'zining yaxshi qizlari, yaxshi singillari bo'lsa, mush yaxshi singil, yaxshi qizni yaxshi yigitlar uchrab qolsa, mening singlim bor deb bersak, to'y qilib qo'ysak bo'ladi qarindoshlar. Bu bir ayib emas. Sizlar biz Shuayb alayhisalomdanmi afzal kishilar emas. Shuayb alayhisalom, Musa alayhisalom payg'ambar bo'lishdan ilgari Musa alayhisalom bilan uchrashgan vaqtda Musa alayhisalomning noiti qovul, noiti sog'lom, noiti axloqliq, rus, diyonatlik bir yigit ekanligini ko'rib, nim dedi? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn.
men sana ash ish qizimdan birini beray deyman, nikohlab qo'yay deyman deb Şuayb alayhisalom Musa alayhisalom o'zining qizini birdonlikni tashabbuskorlik bilan o'tirib qo'yib dedi qarindoshlarimiz. Yaxshi yigitlar, taqvo, solih, shart tepildigan, biz o'ylagan yigitlar bo'lib qolsa, yaxshi qizlarimizdan shularga chetib qo'yishga biz tashabbuskorlik rol o'ynasak bo'ladi. Sizlar biz Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhudan afzal emas. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qizi Hafsaning iddati to'shqandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuga qizim shundoq to'liq qoldi, sen bir uylangan bormi debdi. Umar Abu Bakr radhiyallohu anhu gap qilmay yo'qib ketdi. Shuning bilan Osmon radhiyallohu anhuninki qishig'i berib, shundoq mening qizim to'liq uyda o'tirib qoldi, sen bir uylangan bormi debdi. Men bir o'ylish baqay deb bir necha kundan keyin men o'ylab baqsam hozircha o'ylanmay tursam bo'g'dak deb javob berdi. Umar radhiyallohu deydi, "An Osmondan xafa bo'ldim, lekin Abu Bakrdan bakra xafa bo'lib qoldim. Ko'nglim bir xil bo'lib qoldi." Chunki Osmon ishonmasa bir narsa javob berdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu javob bermadi deb shunda bir hafta o'tmay Hafsa radhiyallohu anhuni Rasululloh o'z amriga oldi. Olgandan keyin Abu Bakr Umar radhiyallohu bilan uchrashgan vaqtida, "Hey Umar, sen mana qizing to'g'riliq men gap qilgan vaqtda men jim turib olsam, aqchamdan xafa bo'lding-ku deyman. Mening jim turib olishim, men Rasulullohninki sening qizingni og'usi baliqini bilatdim. Men Rasulullohning bu ish aniq bo'lmagan, ham bu Rasulullohning sirini oshkorlashni xohlamadim deb Umar radhiyallohu anhuga tushuntirib bergan. Demak, Umar radhiyallohu anhu o'zining qizini Abu Bakr Umardek isil kishilarga bir ish uchun oldiga borgan qarindoshlar. Shuning uchun biz ota-onalar mana bu ishni qilsak bo'ladi. Endi qiz tegmoqchi bo'lgan yigitni tanlashda qaysi shartlar lozim bo'lish kerak degan bu shartlarni bayon qilishdan burun men shu to'y qilib bo'lgan onalarga bunda 3 xil nasihatim bor. Agar mumkin bu darsni anlab, balkim shayton vasvasa solib, bizning ahlimiz nimandaq bu sifatlar tepilmaydiganda, biz qanday agdib qoldimiz deb bunda desana bo'lmaydi. Agar ahliringda siz o'ylagandek sifatlar tepilmay qolsa, birinchisi shu ahliringlarga namozda qattiq duo qilinglar. Allohga sinib duo qilsanglar, insonning qalbi Allohning ilkida shundalik o'ng'ishli qarindoshlar. Ikkinchisi, hozirgi ba yo'ldoshinglar silninki nisibanglar. Silning qismatinglar. Buningga rozi bo'linglar. Ba'zi kitoblarda shunday deyildi, agar bir insonga Lavhil Mahfuzni ko'stib, o'qa Lavhil Mahfuzni deb o'qisa, ya'ni insonlarning butun taqdiri yozilgan Lavhil Mahfuzni o'qisa, uni o'qib boqib, "Ya Alloh, mening hozirgi holatim eng yaxshi holatkan" degan bo'ladi deydi. Ya'ni demak, hozirgi yo'ldishingizda mening mash yo'ldishim eng hozirgi men nisbatan eng esil yerimkan deb mushunday degan bo'ladi deydi. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala bergan bu qismatdan rozi bo'laylik. Üçüncüsü, ayollarimiz her bir oilaga cho'qim bir boshchi bo'lish kerak. Bir shirkatning mudiri bo'lgandek, bir davlatning rais bo'lgandek, bir oilada cho'qim bir boshliq bo'ladi. Bu cho'qim Shuning uchun ayollarimiz itoat qilish kerak. Konular shundaq deydi: sen eringga didak bo'l, ering sen uchun qul bo'ladi deydi. Demak, birinchisi duo qilaylik, ikkinchisi itoat qilaylik, uchinchisi Allohning bu bo'lgan nasibisidan, hozirgi erimizdan rozi bo'laylik. Bir qiz uchun loyiq tanlashda bu loyiqdimi bir necha shart tepilish kerak. Qizni tepilgan shartlardan shu shartlar tepilish kerak. Yigitda tepilishga tegishli bo'lgan birinchi shart bo'lsa, musulmon bo'lish kerak. Musulmon qizlarning u yigit qandoq yigit bo'lishdan qat'iy nazar, qancha boy bo'lsin, qancha chiroyli, qamlashgan, qad-qomatli bo'lsin, qancha nasabiy oilasi esil oila bo'lsin,
haqqonchi bilimlik bo'lsin, musulmon bo'lmaydi ekan. Qizlarimiz hargizmi bundoq yigitlar bilan to'y qilmasligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo qizlarimizga nima dedi? "Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu va la 'abdun mu'minun khayrun min mushrik." Ey musulmon qizlari, sizlar mushrik, ya'ni dinsizlar bilan iymon etmoqchilik qat'iy to'y qilmanglar deb 7 qavat osmon arsh Allohning ustidan bu buyruq keldi. Shuning uchun qizlarimiz chuqum musulmon yigitlarga tegish kerak. Endi qanday yigitlarni musulmon deymiz? Eng aqallisi kalima shahodatni aytadigan, masjidga chiqib jamoat bilan 5 vaqt namoz o'qiydigan, iqtisodi bo'lsa zakot beradigan, Ramazon oylarida bir oy ro'za tutadigan, iqtisod imkoniyat yarbas haj qiladigan, mush aqallisi o'zida mana bu musulmondachilik shartlarini hozirlagan bir yigit bo'lish kerak. Chunki musulmon bo'lsa, bu yigit bu ayolning qadrini biladi. Bu ayolning o'zining ustidagi majburiyatlarini biladi, bu ayolning haqqini biladi. O'ylab baqila qarindoshlar. Men bir vaqalikni bilaman. Bir qiz bir yigit bilan to'y qildi. To'y qilib bu qizni qattiq zulm qildi bu yigit. Shundan dadasi chidamay o'ttirga bir odamni tushirdi. Mushuni bir chiroyliqcha arib qo'ysanglar. Ya chiroyliqcha uy tutsin, ya chiroyliqcha qo'yib bersin, biz bir pun talab qilmaymiz, ajrashib ketsin. Ma qizim mandaq bir aning qulda mandaq xo'rlansa men chidimidim, yurakim para olib ketdi degankin, araq tushgan odam berib buning gap qilganini. Qarasa bu dindan jiroq. Dindan jiroq bir inson ekanda. Hey buni sen nima qilmoqchi? Uy tutqun bormisiz yo'q, uy tutqum yo'q. Unda o'z qo'yib bersa yo'q, men qo'yib bermayman. Nima ish qilsa o'ylab baqam, nima deydi? Men bu ayolni qo'yib bermay qiynab, maqsadim dadisini oldimga kelib tizlandirmoqchi. Ya'ni qiynatisini o'zining oldida tizlandirmoqchi ekan qarindoshlarimiz. Cho'qim erlarimiz, yigitlarimiz musulmon bo'lganda qizlarimiz anandan keyin tanlash kerak. Musulmon degan shundoq bir ayol o'tirsa, datalash chiqib qolsa, qala Alloh mundaq degan, Rasululloh mundaq degan esa, u cho'qim jim turdi, shuning hukmiga rozi bo'ladi. Allohning hukmi, Rasulullohning hukmi eng odil hukmdir qarindoshlar. Shuning uchun islomni tanlash qizlarimizning bosh tortib olmaydigan majburiyati. O'ylab baqili. Mush Ummu Sulaym onamiz, ya'ni Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning Rasulullohga kichigidan tortib Rasulullohning xizmatini qilgan, hatto Ummu Sulaym degan onamiz ash o'g'ilni 10 yoshda ya Rasululloh bo'lsin, xizmatini qilsin deb Rasulullohga berib o'tgan bir balaning onasi. Ana bu Ummu Sulaym onamiz asiz qolgan bir vaqtda Abu Talha radhiyallohu anhu iymon etishdan burun Ummu Sulaymning onamizga elchi bo'lib keldi. Ummu Sulaym sizni Alloh degan keyin Ummu Sulaym onamiz turib ketib, Abu Talha sen isl odam, yaxshi odam, lekin men musulmon, sen kafir, ikkimiz to'y qilsak bo'lmaydi degan keyin, voy sen oltin kumush tillarga amaraqdan qo'y, kumush tillarga kun bitay ayman takkan degan keyin, kumush tillaring lozim emas. Agar sen meni rasmiy alay desang, iymon etgan keyin men o'ylash baqay deb oxirsida Rasulullohning huzuriga kelib iymon etdi, ikkisi to'y qildi. Shunda baxtlik turmush kechirdi. Talha radhiyallohu anhu islom uchun nihoyat zo'r xizmatlarni ko'rsatdi. Demak, mana bu onamizdek islom musulmondachiligini ching tutishimiz kerak. Shu Qur'oni Karimda "Wala abdun" bir qul, musulmon qul, iymonsiz odam qandoq oliy darajalik, oliy nasablik, boy katta isi bo'lib kelsin, musulmon qul yaxshi deb Alloh subhanahu va taolo bizga shunday buyuryapti. Shuning uchun birinchi shart musulmon bo'lish kerak. Yigitlarda tepilish zarur bo'lgan ikkinchi shart bo'lsa, solih bo'lish kerak. Ya'ni tuz yo'lda mangdigan odam bo'lish kerak. Fosiq bo'lmasligi kerak.
ko'ch-ko'chlarda lag'aylab yuradigan, uya ayshratlardan o'zini yig'magan odam bo'lmasligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastavud. Ya'ni mu'min bilan fasiq, mu'min fasiq o'xshamdi. Hargiz ikkisi o'xshash emas deydi. Har qanday musulmon solih bo'lmaydi. Nurg'un odamlar namoz, zakat berdi, namoz o'qiydi, ro'za tutdi, lekin fasiq. Ishratga berildi, u ko'chada bu ko'chada lag'aylab yuridi, insof, vijdon yo'q. U solih degan gap insoflik, vijdonlik, to'g'ri yo'lda borgan odam deganlik. Hamda bu fasiq tegib qolsangiz, fasiqni loyiq tanlab qolsak, bu bolalarimizning dadisi bo'ladi. Bunda ko'pincha holatda bola dadisini do'raydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shuni hadis sharifida deydi: "Kullu mawlud yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Har qanday bir bola deydi. Har qanday bola islom ustiga tug'iladi. Ota-onasi ya buni Yahudi qilib tarbiyalaydi, ya Nasrani, ya'ni Xristian qilib tarbiyalaydi, ya Majus otashbas qilib tarbiyalaydi dedi. Demak, ota-onaning bolaga bo'lgan ta'siri nihoyat muhim. Chunki bola cho'ng bo'lganda oldida ota-ona o'rnak qiladi. Shular nim qilib shuni qildi. Shuning uchun qiz yigitlarimiz bunga diqqat qilish kerak. Bir odam kelib Hasan al-Basri rahmatullohi alaydan işte qizimga bir necha elchikadi, qaysiga bersam bo'ladi desa, Allohdan qo'rqadigan solih odamga ber. In ahabbaha akramaha deydi. Va in abghadaha lam yuzlimha. Agar taqvo solih odamga bersang, bu yaxshi ko'rib qolsa qizingni noat izzat ikrom bilan ayol qiladi. Agar yaxshi ko'rmay qolib qolsa, zulm qilmaydi. Chunki solih odam degan vijdonli, insofli, to'g'ri, durust odam. Shuning uchun yaxshi ko'rmay qolib qolsa, yana insof bilan zulm qilmaydi degan. Umar radhiyallohu anhu shunday deydi: kimiki qizini fosiq odamga bersa, tuqqandochiligini uzvatdi deydi. Ya'ni qiz bilan tuqqandochiligini uzatgan bilan o'xshash deydi. Shuning uchun qizlarimiz mushu to'y qilgan chaqda mushu durust bo'lmagan, to'g'ri yo'lda mangmaydigan, ko'chalarda lag'aylab yuradigan mandaq odamlarga tegmaslik kerak. Bu umrlik bir ish. Qiyomatlik bir ish. Alloh subhanahu va taolo bizning mu'min musulmon qizlarimizni mana bundan saqlasin. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 3-shart bo'lsa, bu yigitning moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Moddiy jihatdan deganimizda oz to'la iqtisodiy, ya'ni ultug'dak uy, mayli ijara uy bo'lsin, mayli ota-onasi bergan uy bo'lsin, ultug'dak uy bo'lishi kerak. Ikkinchisi shu ayolningga og'rib qolsa doktorxona bordak, qishlig'i bir yoz vaqti kiyim eppagidak, bir o'tirhal turmushda bir azpaz qo'sig'ini boqqadak bir turmushda bir kirim manbasi bo'lish kerak. Yer olamdi, tijorat olamdi, xizmat olamdi, bir yerda ishlamdi, mushundaq ayolni baqalig'idak bir holatda bo'lish kerak. Endi qizning ota-onasi yordam qilmaydi, u bolaning ota-onasi yordam qilmaydi. Qanday bo'lmasin, osh ayolni baqalish shart. Chunki erning majburiyati ayolni qo'sig'ini, kiyimini, uyini cho'qim ash atrofidagi o'zining shu malidagi normal turmushga ega qilish erning majburiyati. Agar unda qilmasa, erning ayolni boshqarish huquqi bo'lmaydi. Shun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda: "Ya ma'shara ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Ey yoshlar guruhi, sizlarning moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish sharoitinglar hozir bo'lsa, chuqum kechiktirmay to'y qilinglar degan. Agar sharoitinglar hozir bo'lmasa, ro'za tutib sabr qilinglar degan. Rasulullohning qishiga Fatima bint Qays degan
ayol sahabiy maslahat so'rab keldi. Ya Rasululloh, meni Muaviya bilan Abu Jahim to'y qila deb kelibdi. Qaysidan to'y qilay debdi Rasululloh. Muaviya bo'lsa bu yalang to'sh, ya'ni sizni baqqada hali yo'q, undan to'y qilmang. Ma Abu Jahim bo'lsa quldan tayog'i tushmaydigan odam, xotinni bak urdi, undan to'y qilmang, ma Usama bilan to'y qiling deb, ya'ni Rasululloh Muaviya bilan to'y qilishni to'sgan. Endi ma'naviy jihatdan deganimiz mush ayollarningki, masalan, kasal bo'lmasligi kerak. Shu ayolga ziyon yetkazadigan kasaldan xoli bo'lish kerak. Mayli u yuqumliq kasal bo'lsin, mayli jinsiy erlik kasal bo'lsin, ayol uxsa rozi bo'lmaydigan yoki ayolningki ehtiyojidan chiqolmaydigan kasaldan xoli bo'lish kerak. Bu ma'naviy imkoniyatimiz shu. Shuning uchun qizlarimiz mush masalasi kelgan vaqtida mana mush shartni hozirlagan yigitlar bilan to'y qilish kerak. Chunki turmush, reallik u tatliq gap, hikoyaga o'xshamaydi. Bu shart tepilish kerak. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 4-chi shart bo'lsa, shu yigitning oila kelib chiqishi. Endi bu yerda oilasining bir dindorligini, diyonatlik kishilar ekanligi muhim qarindoshlar. Oila tarkibi qandoq kishilar? Siz qandoq oilaga kelin bo'lib kirasiz? Siz balliq bo'lsangiz, mush muhit cho'ng bo'ladi. Endi bu siz tayyormoqchi bo'lgan yigitmi, shu muhitning, shu maktabningki o'quvchisi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo inna akramakum indallohi atqakum. Allohning dargohida eng obro'li kishilar taqvodor kishilar degan. Shu oilaningki, oila tarkibi, qandaroq odamlar sizning bir izzat hurmatingizni qilib, sizga bir dasturxon tashlaganda bir izzat hurmati bilan manda bir palani pustani degdak eg'ziq chiqadak bir 15 odam kelib, mandaq bir sizni dadingizdan so'ramdi. Ya bo'lmasa g'ibbidilam, ya dadasining tayini yo'q, ya onasining tayini yo'q, ya tuqqanlarining tayini yo'q, chiroyli gaplar bilan g'ibbid aktiv g'ibbid to'y qilgan mandaq ahvol bo'lib qolsa, bizning dinimizda qizbak ulug', qizbak hurmatlik. Uni to'y qilgan chaqda cho'qim uning hurmati, izzati bo'lish kerak. U bulungda, bu bulungda, tamning oqisida 3 odam bilan to'y qildi ish, bu taz yaxshi emas qarindoshlar. Bu chaqda bu qizlarning hurmat bo'lmaydi. Bu qizlarga igi chiqmaydi agar bo'zi ketilsa. Mana bunda bo'lgan oila çok ishtik vayron bo'ldi. Nurg'un tajribalarimiz, ko'rganishlarimiz buni isbotladi. Nayto beriblam atalmış bir mollani qashg'arib nikoh qilib qo'ysalar. Ya bir tuzuk dasturxon ko'tarib kelmagan, bu qizni so'rab kelgan chaqda bir yo'g'on darvozasidan kirib so'ramagan, u yerda bulung tepish qilib to'y qilgan. Demak, oila kelib chiqishi, oila tarkibi bak muhim. Nima uchun muhim? Oilaning inoq bo'lishi, mangu bo'lish uchun qarindoshlar. Chunki tayin yo'q to'y qilgandan keyin birdamdil ajrashib, ya'ni bir piyola choy ichgandan to'y qilib, bir piyola choy ichgandan ajrashgan gap. Dinimiz bu oilaning to'y qilib ajrashni dinimiz yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun oila tarkibi, oilasida bir tilga chiqadak erlar qanchalik, inillari-chi. Chunki bu oy kirganda siz tuqqan bo'lsiz, qarindosh bo'lasiz. Sizning ballalaringiz shularlarda cho'ng bo'ladi. Ballar cho'ng bo'lsa, ular tag'is bo'ladi. Shuning uchun mash oila kelib chiqishi dinimizda muhim masalalardan biri qarindoshlar. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 5-shart bo'lsa, chiroyli bo'lish. Güzel bo'lish. Hamda biz güzellik haqida so'zildik. Bu güzellik degan bir nisbiy ish hamda. Men güzel deganda boshqalar güzel demaydi. Boshqalar güzel deganni men güzel ko'rmaydi. Bu bir nisbiy ish. Lekin shu qiz yigitni tanlaganda o'zcha men xil qamlashgan chiroy jihatini bo'ladiganni tanladim degan odamni tanlash kerak. Mushundaq yigitni o'ziga erlikka tanlash kerak. Chunki inson hammamiz bilamiz, insonning tabiiy xarakterida chiroyli narsani yaxshi ko'rish bor.
chiroyli uylarni, chiroyli kiyimlarni, chiroyli manzarlarni, chiroyli ko'rinishlarni va chiroyli odamlarni ko'rsa, har bir odam xursand bo'ladi. Bu inson tabiatida bor. Shuning uchun shariat buni e'tibor qilib, mana bu yigit qiz o'g'ilda bo'lish tegishli shartlardan birini qildi. Men dedim bu nisbiy ish. Bu chiroyli go'zallik nisbiy ish. Sabit ibn Qays radhiyallohu anhuning ayoli Rasulullohni qarshi keldi. Ya Rasululloh, men bu Sabitning dini to'g'riliq binasi demayman. Bu dindor odam, axloq to'g'riliq binasi, bu axloqli odam. Lekin men bunlar uy tutolmayman dedi. Rasululloh unda bo'lsa to'yliq qolgan bog'ni qaytarib beramsizman, qaytarib beray. Ajrashib ketay dedi, ajrashtiryapti. O'lim olmishada shu ayol shu odamning chiroyini yaratmagan deganlar bor. Ya'ni chiroyini yaratmagan. Umar raziyallohu anhu oldiga bir qotil qizni keltirildi. Qarsa qiz 18 yosh. Bu kimni o'ltirgan? O'zining erini o'ltirgan. Eri 70-80 yosh. Shuna Umar raziyallohu buni qarab, xapolab, "Ayyuhan nas, ittaqulloh." Ey insonlar, Allohdan qo'rqinglar. Erlarmi o'ziga mas keladigan qizlar bilan to'y qilsin. Qizlarmi o'ziga mas keladigan qizlar bilan to'y qilsin. Ya'ni mayli yosh jihatdan, chiroy jihatdan, hamma jihatdan bir-biriga mas keladiganlarni to'y qilinglar degan. Chunki mishada qotillikninki mana ash mas kelmaydigan ikki er ayolning to'y qilishdan kelib chiqqanlikdan Umar raziyallohu shunda degan. Shu Umar raziyallohu nima deydi? Sizlar la tunkihu fatayatikum ala rajulin qabihul hay'a deydi. Nayt siz o'zingizning qizlarini satqinlashmagan erlarga to'y qilib qo'ymanglar. Chunki qizlarmi erlar nimani yaxshi ko'rsa, qizlarmi shuni yaxshi ko'radi. Ya'ni yigitlar siz chiroqni yaxshi ko'ramsizlar, qizlar chiroqni yaxshi ko'radi degan. Shuning uchun dinimizda ayollarning erlarga, o'zining erisiga yasinishi savobliq va shariat buyurgan ish bo'lsa, erlarningmi ayollarga yasinishi buyurilgan ish. Chunki Ibn Abbas raziyallohu davomli tushunchotkilab, og'zim purab qolmasin deb davomli yaxshi kiyimlarni kiyib, sallasini chiroq yo'gab, chochlarini chiroq talab ayollarni qilgan. Nima ish bunda qilsa desa, biz nimani yaxshi ko'rsak, ayollar shuni yaxshi ko'radi deb. Shuning uchun qizlarimiz mush e'tiborni nazarda tutish kerak. Yigitda tepilish zarur bo'lgan yana bir shart bo'lsa, bu yigit ang saviyalik bo'lish kerak. Bir oilaning mas'uliyati ustiga tushadigan yigit aqli shu joyda, ro'yi holati normal, ish harakatlari o'rinliq bo'lish kerak. O'zininki ahvolini, o'zi yashayotgan sharoit, muhitning siyosiy, ijtimoiy ahvollarini tushungidek saviyaga bo'lish kerak. Turmush degan issiq sovuqdan xoli emas. Hayotlik yo'li o'ydong'urlikdan xoli emas. Endi salomat mushu issiq sovuq kunlardan, o'ydong'ur yo'llardan oilani salomat o'tkazish uchun chuqur saviya talab qildi. Yana kelib bu hayotlik degan ayollik hayot degan yeb ichish, uxlashdan iborat emas. Odamda bir ma'naviy turmush bo'lish kerak. Oilda chuqur bir g'oya, nishon bo'lish kerak. Bu nereden keldi desa, shu ayolning madaniyat safa saviyasidan keldigan gap. Endi bu safa madaniyat nereden keldi desa, ilm ma'rifatdan keldi. Biz bu kishilarningki safa madaniyatini, biz tegmoqchi bo'lgan yigitning safa madaniyatini bilmoqchi bo'lsak, ong saviyasini bilmoqchi bo'lsak, o'qiganmi, oilasi bir ilm ma'rifat oilasimi, bunun qarab bilamiz qarindoshlar. Agar safasiz, ongsiz, saviyasiz odam bilan to'y qilib qolsak, bu turmush bosh og'riqdan, nurg'un ko'ngilsizlikdan faqat xoli bo'lolmaydi. Hatto ba'zi ahvollarda men shunday bir voqelikni gazetda o'qib qoldim, Saudiyada bo'lgan ish. Bir yigit to'y qiladi. To'y qilganchaqda buning og'illari chaqchaqlab, uni deb, mush ayolni zodi davomli gapimga unusun desang, to'y qilgan kundan qattiq bir 3 kishini selib atsan, shuning bilan Allohni aytib qattiq yaxshi bo'lib gapanglab bilan bo'lib ketdi desa, deganda bu yigit shu to'y qilib uy kiriblam, og'iz bundan bedamda qon ketkizib,
nurg'un bir vaqaliklar bo'lganligini kezdi anglagan. Bunda ahvollar bo'ladi. Ba'zi odamlar sen xotinini ura olamsa, uramamiz deb urib turadigan, sen xotinini uni qildira olamsa, buni qildira olamiz deydigan, mushundaq ahvol chaqchaq gaplarga ishinib, haqiqatan shuni qildigan odamlar chiqdi. Aqli shunda oddiy, mushundaq bir noiti galvon aqli shu joyda emas odamlar, demak sizga yaxshi bo'lanmaydi. Endi siz buni qandoq bilish, buningki saviyasini qandoq bilaman desangiz, bu kishiningki tarjim holi nimish qilgan, bir ilm ma'rifat bilan shug'ullanganmi, oilasi tarbiya ko'rgan ayolmi, bu yigit ma'lum bir ustozlarni tutib tarbiya olganmi deb yoki mushu atrofimizda bo'layotgan ishlar, masalan hozirgi musulmonlarning boshiga kelgan ishlar, hozir musulmonlar qanday qilish kerak, hozir mana iqtisodiy krizis qanday qilish kerak degan muayyan savol, muayyan bir tema haqida paranglish orqali safosini bilgil bo'ldi. Bir qatim tushunamsak, bir ikki qatim paranglashib, uch qatim paranglashib, muayyan bir temada paranglish jarayonida bu yigitning gap so'zlari, harakatlari, ahvollaridan bu yigitning saviyasini bilgil bo'ldi. Bu oil degan bir muassasa. Endi bu muassasani gullandirib, baxt, saodatlik bir muassasaga aylantirish, bu muassasadagi a'zolarni xo'shal xoram yashatish uchun bu yigitning chuqur ma'lum darajada ong saviyasi bo'lishi kerak. Go'zal axloq. Hamda bu go'zal axloq dinimizning javhiri. Her bir musulmondagi bir zinat qarindoshlar. Biz güzel axloqsiz dinni tasavvur qilish mumkin emas. Dinimizda axloq hech qanday bir dinning hech bir qismidan ayrilanmaydi. Axloq tevhiddan ayrilanmaydi. Axloq namozdan ayrilanmaydi. Axloq zakatdan ayrilanmaydi. Axloq hajdan ayrilanmaydi. Axloq dinimizda hech bir narsada ayrilmaydi. Hatta shuningga la ilahe illallahni samimiyat bilan degan odam jannatga kiradi degan. Mana samimilik axloq qarindoshlar. Namozga kelsak, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namaz mahiyatda namoz o'qigan odamni axloq yetmaydigan ish harakat va gap so'zdan to'sidi dedi. Hem bir hadis sharif Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam innama ataqabbulus salata men mahiyatda shunday kishilarning namozini qabul qilmanki, u kishilar Allohning ulug'ligini his qilgan, yetim yesirlarning beshini silgan, boshqalarga haqorat qilmagan, va lam yastati ala xalqi deb. Demak, axloq hech bir narsani Ramazonda ro'z to'g'riliqmi? Va man lam yada qawla zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa sharaba. Agar siz yolg'onchilikni tashlamasangiz, Alloh ro'zingizga ehtiyoji yo'q debdi. Ro'z tutgan odam boshqalardan urushmasin. Ro'z tutgan odam ovozini ko'tarib gap qilmasin. Hajga borgan odam boshqalar bilan jidallashmasin, sadqa qilmasin, axloqsiz ish harakatlarni qilmasin deb dinimizda mayli savdo qiling, ya'ni nayti muloyimlik bilan bir narsa sotib olgan, muloyimlik bilan bir narsa sotgan, muloyimlik bilan qasd so'lagan odam deb bütün ishlarimizda bu islom dinimiz axloq eng muhim. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aksar ma yudkhilun nasal janna al-xulqul hasan. Kishilarni eng jannatga kirishga eng ko'p sabab bo'lgan narsa axloq degan. Va amilun nas bi xulqin hasan. Kishilarga go'zal axloqlar muomala qilinadi degan. Shuning uchun bu tanlagan yigitda axloq bo'lmaydi ekan, sizning hayotingiz bu yigit bilan chuqum mush dunyoning do'zg'i o'tgandek bo'ladi. Axloq bek muhim. Bunga sal qaramaslik kerak. Axloqni nereden bilamiz? Gap so'zidan, ish harakatlaridan, siz bilan bo'lgan muomalasidan, qarashlaridan, hayo qilishlaridan, oilasining kelib chiqishdan, bu yigit bira ustozlarning, bira olimning qo'lida axloq tarbiyasi olganmi? Mushundan qarab taraf buning axloqini bilamiz. Buningga qizlarimiz qat'iy sal qaramaslik kerak. Bo'lib bu nurg'un odamlar va ko'chaga chiqsa shunda axloqliq, uy kirsa boshqa bir odam. Shuning qizlarimiz o'tkir ko'zlari bilan inch kuzatish orqali bu masalani chuqum shuning axloqiga xotirjam
Bo'lgandan keyin anandan keyin to'y qilishga qo'shilish kerak. Yigitlarmi qizlarning pokiz bo'lishini yaxshi ko'rgandek, qizlarimizmi o'zining yigitlarining pokiz bo'lishini yaxshi ko'radi. Uningki og'izdan sesiq puroq kelsa, paypoqlari burab tursa, qo'ltiqlari purab tursa, badandan terning puruq kelib tursa, bu bo'lmaydi qarindoshlar. Dinimizdagi pokizlikning o'rnini hammamiz bilamiz. Pokizlik imonning yerimi, pokizlik imonning jumlasi. Namoz o'qish uchun badan pok bo'lish kerak, namoz o'qiydigan o'rin pok bo'lish kerak. Hammamiz bilamiz, kiyim pok bo'lish kerak. Shuning uchun qizlarimiz mana to'y qilgan vaqtida shu yigitlar misvakni ishlatmamdi, tishini cho'tkamamdi, paypiqini yuvib kiyamdi, kiyimi ratlikmi, mushunga sapsalish kerak. Chunki bu oilada mush pokizlik bir odat qilib yetildirilmagan bo'lsa, buning odatini o'zgartirish tez. Shuning uchun qizlarimiz, musulmon qizlarimiz bunga diqqat qilish kerak. Shuni bir eskartib qo'yay, bo'libmi mush ig'izninki tozligi, qo'ltiq bu shaxsiy tozliqni yaxshi qilgan bo'lsa, demak bu pokiz. Buni qarablar bilgili bo'ladi. Hamda mush tamak chekadiganlar. Hammamiz bilamiz, tamak chekmaydigan odam uchun ishning o'ligidek bo'ladi hamda. Shuning uchun musulmon qizlarimiz tamak chekadigan yigitlar bilan to'ylashmaslik kerak. Oldi bilan bu tamaka harom dinimizda. Ikkinchisi bu tamaka oilamizningki sog'lomligiga ig'ir ta'sir yetkazdi. Sizni zaharlaydi, bolalaringizni zaharlaydi. Ondan keyin og'izdan ses puraydi. Men bir necha qatam mushaqda ayollarning shikoyat qilib kelgan. Erimizga deb bulanmadikmi, tamakani tashlagan bo'lsa, nima uchun buningda bu chekka odam uxmagan bilan chekmagan odamga nisbatan uning iskirib ketsa bir azob. Ondan keyin buning ig'izdan chiqqan puroq odamni seskandirdi. Shuning qizlarimiz mush yigitlarning tozligiga qarash kerak va yigitlarimizmi o'zida mushu pokizlikdan ratlikni boradi xislatini yetildirish kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mush og'izning pokiz tutish uchun laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak. Ummatimga tasavvuf qilaman desam, men og'iz tozlashni farz qilayotgan, ya'ni namoz farz bo'lgandek farz qilayotgan bo'lardim deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun qizlarimizmi mush masalaga chog'da obdan diqqat qilish kerak. Bumi yigitda tepilish zarur bo'lgan shartlarning birisi. Bak yaqin tuqqan bo'lmaslik dedik. Buni biz oldingi darsimizda so'zildik. Buning ikki xil ziyni bor qarindoshlar. Birisi ijtimoiy jihatdan, birisi tibbiy jihatdan. Tibbiy jihatdan ziyni bu bak yaqinlar tuqqanlar to'y qilsa, bo'limi dadi jihatdan oti jihatdan bak yaqinlar to'y qilsa, bolalar har xil e'tibor tug'iladi. Buni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda bayon qilgan. Sizlar bak yaqinlar to'y qilmanglar, bolalaringlar ojiz e'tibor tug'ilib qoldi. Umar roziyallohu anhu ig'taribu jiroqdan to'y qilgan bolalaringlar ojiz tug'ilmasin. Ya'ni bir xil irsiy kasallik boladan bolaga yo'tkildigan mandaq bir ahvol bor. Endi ijtimoiy jihatdan deganimiz biri tuqqan bilan shunda yaxshi o'tayotgan tuqqan bilan qudulassak, to'ylasak, agar qiz yigit kelishmay qolsanglar, tuqqanlarni ayirib etisizlar. Ikkinchisi, biz amalbash sirt bilan jiroqlar bilan to'y qilsak, tuqqandajlik doirasini kengirdi, tuqqanlarimiz avuydi. Bu nayte dinimizda yaxshi ish. Shuning uchun to'y qilganda bak yaqin tuqqan bo'lmasa kerak. Lekin axloq yaxshi bo'lib, isla odam qilsak, to'y qilsa ham bo'ladi. Bu dinda cheklangan ish emas. Lekin Rasululloh bizni mushqa targ'ib qilgan. Mushu yaqin tuqqan bo'lib qolmaslikqa Rasululloh nasihat qilgan. Rasululloh nasihatini anglasak, texi yaxshi. 10-chi ish bo'lsa, mushu so'ygu masalasi qarindoshlar. Biz bu haqda oldingi darsimizda to'xtaldik. Allah subhanahu va taolo mush halol ayol bo'lsa, bu ayoldimi shu musulmon qizga loyiq sifatlar tepilsa, yigitdimi musulmon yigitga loyiq sifat tepilsa, bular
halal ayol bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'alaning bu ikkisining o'ttirsida muhabbat paydo qilganligini Qur'oni Karim dedi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Allah o ikkisining yana halal ayolning o'ttirsida bir xil muhabbat sevgini paydo qildi dedi. Bu yerda Allohning qildiganligi aniq. Sevgi, muhabbat halal nikohdan kim bo'ldi. Lekin to'y qilishdan burun qizlarimiz yigit bilan suhbatlashish jarayonida bir necha masalaga diqqat qilish kerak. Bu yigitning oilasida ayollar hurlanamdi yoki ayollar hurmatlanamdi. Och singlis bo'lsin, onasi bo'lsin. Bu yigitning onasi bilan, och singlilari bilan bo'lgan aloqasi qandoq? Bu yigit qizlardan muayyan bir pozitsiyada bo'lganmi? Masalan, suhbatlanishda onasi bilan bo'lgan muomala qandoq? Onangiz qandaroq ayol desa, onamni ko't-ko't davomli dadam bilan bir narsa eshitdi, dadamning ochig'ini keltirdi deb, yana onasini bir xil yaxshi ko'rmaydigan yigitlar bo'lib qolsa, demak masala bor. Och singlilari bilan aloqasi yaxshi emas bo'lib qolsa, buni ham diqqat qilish kerak. Bu xildagi erlar, bu xildagi yigitlar ayollarni xo'rlab qo'yish ehtimoli zo'r. Ondan keyin qizlar suhbatlashish jarayonida yigitlardan o'zining muhim planlari, sizning muhim planingiz nima, qanday qilmoqchi deb shunda so'rag'an vaqtida zodi bu yigitningki shu muhim ishlarining qatorida oila qurish, balliq bo'lish, baxtli oila qurish, ayollarni sayohatga olib borish yoki hajga olib borish, ayollarni o'qitish degandek shu yigitning muhim ishlari qatorida hayotida bir qiz ayol bormi, yo'qmi, buni ham diqqat qilish kerak. Mana bunda bo'lgan vaqtida bunda yigitlardan chuqum inshaalloh halol nikoh bo'lsa, muhabbat chuqum keladi. Bo'libmi qizlarga deydigan eng oxirgi gapim, qizlar sizlar chuqum o'zinglar yaratgan, ota-onanglar rozi bo'lgan kishilar bilan to'y qilinglar. Chuqum oldi bilan siz yaratgan bo'linglar. Ikkinchisi ota-onanglarmi chuqum shuningdan shu yigitdan rozi bo'lsin. Chunki islomda vali degan gap bor. Endi bu siz to'y qilib ziyon uchirsanglar, bu ziyon sizdan tugmaydi. Chuqum buning ziyoni ota-onanglarga tegadi. Shuning uchun chuqum ota-onanglarmi bu to'yga qo'shilish kerak. Ikkinchisi, men yigitda bo'lish tegishli shartlarni dedim, 10 shartni dedim. Eng muhimi dini bilan axloqini bakchan tutinglar. Qolganni qo'shimcha qatorida ko'rib, din bilan axloqi hammadan muhim. Chunki Rasululloh hadis sharifda man ja'akum iza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Agar diniy jihatdan yaxshi bo'lsa, axloqi jihatdan yaxshi bo'lsa, chuqum to'y qilinglar, qizlarni beringlar deb Rasululloh buyurgan. Qizlarmi mana diniy jihatdan, axloqi jihatdan yaxshi bo'lsa, qolgan xislatlar jiq tepilmasa yoki uni numeri 5, 6 bo'lib qolsa-mi, bu ikki xislatni hammadan burun asosliq o'lcham qilinglar. Qolganlarni qo'shimcha o'lcham qilinglar. Uchinchisi, siz to'y qilgan chaqda chuqum sizlarni hurmatinglarni qilib, ota-onanglarni oldiga kelib, mushundoq so'raydigan odam bilan to'y qilinglar. Tamning oqisida u yerda ko'rishib olib, yo qechib ketib, bu shariatda nomussizlik hamda. Bu musulmon odam qechib ketib to'y qilmaydi. Lekin ba'zi qizlarimiz u yerda bu yerda otasi o'qtirib, dadasi o'qtirmay, onasi o'qtirib, akasi o'qtirmay degandek mushundoq to'y qildish, buni qilmanglar. Chunki sizlar biz musulmonlar uchun ona, sizlar jannatning darvozasi. Sizlar bizning onamiz, jannat onlarning ostida. Sizlar bizning ayolimiz, sizlar bilan bizning dinimizning yerin turuqlangan. Sizlar bizning och singillarimiz. Yaxshi tarbiyalasak, sizlar sababli jannatga kiramiz. Sizlar agar sizni beqib cho'nqilicharda uylab ketsanglar, yana jannatga kiramiz. Shunda bir ulug' kishilar sizlar. Sizlar jamiyatning yerim bo'lsanglar, jamiyatning qolgan yerimini sizlar tuqqan. Shuning uchun sizlarning izzatinglarni, hurmatinglarni qilib, oilangizdan so'rab, to'g'ri kelib,
Rasul Qur'onning ki o'lchimi Rasulullohning sunnati bilan izzat hurmatlarni qilib so'rab kelgan odam bilan to'y qilinglar. Alloh subhanahu va taolo hammanglarni baxtli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.